Agar siz sotuvda ishlasangiz, quyidagi 3 ta gap bilan siz mijozlarni yo'qotayotgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri eshitdingiz, bir nechta gap bilan, ya'ni noto'g'ri ishlatilgan, noto'g'ri vaqtda noto'g'ri ishlatilgan so'zlar bilan ham tabiiyki mijozlarni yo'qotish mumkin. Xo'p, bugun ayniqsa sotuvda ishlaydiganlar uchun video bo'ladi. Agar siz operator bo'lsangiz, menejer bo'lsangiz yoki endi sotuvga kirib kelayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Quyidagi 3 ta frazadan foydalanishni to'xtatishingiz bilan siz natijani ko'rishga boshlaysiz, ishonchim komil. Xo'p, chunki men ko'pchilik menejerlarni 3 ta xatosini men ko'p kuzatganim uchun men sizlarga bugun buni bo'lishaman. Xo'p, yuzlab menejerlarni eshitganmiz, yuzlab qo'ng'iroqlarni eshitganmiz va doimo yangi boshlayotganlar va odatda tajribalilar ham quyidagi xatoni qilib qo'yishi mumkin. Bilgan va bilmagan holda. Sohamizni bilasizlar, sotuv bo'limi avtomatizatsiyasi. Men o'zim sotuvchi konsultantman. Aynan bu sohada 4 yildan beri faoliyat olib borayotgan bo'lsam, doimiy ravishda o'zimiz ustida ishlaymiz. Har bitta qo'ng'iroq, har bitta uchrashuv biz uchun case, har bittasi biz uchun tajriba. Men sizga aytadigan narsalar qaysidir kitobda o'qilgani, palonchi edi, pistonchi edi, bunaqa narsalar emas. Hozir aytadigan aniq fakt, men o'zimda mana shu narsani qilib, xato qilib mijoz yo'qotganman va aynan mana shuni sizlar qilmanglar degan ma'noda aytmoqchiman. Chunki mijoz bilan agar siz telefonda gaplashsangiz yoki uchrashuv va shu farqi so'zlar juda ham katta vazifani bajaradi. Birinchi navbatda qanaqa gapirayotganingiz muhim, ikkinchisi nima so'zni ishlatayotganingiz ham muhim bo'ladi. Xo'p, birinchisi sразу maqsadga o'tib qo'yamiz. Birinchi xatolardan bittasi, ya'ni gaplardan bittasi bu bilasizmi nima? Odatda ko'pchilik narxni etish ketma-ketligini yoddan chiqarib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni sotuvda narx etish bu alohida bitta talant deyman men. Chunki narxni etish bu alohida bitta bo'lim, tushunsiz? Prosta narxni aytib qo'ysa bo'lmaydi. Agar eshitgan bo'lsangiz yaxshi, eshitmagan bo'lsangiz bitta qaytarib o'taman. Gamburger texnikasini bilsangiz kerak. Buterbrod, gamburger va shu farqi yo'q. Ichida o'rtasida go'shti bo'ladi. Ikkita chetida noni bo'ladi. Agar siz gamburgerni tagiga yoki nonni tepasiga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, gamburger bo'lmaydi o'sha. Tushunsiz? Ya'ni o'sha bo'ldi. U nom sotuv ham bo'lmaydi degan. Nimaga unaqa deyapman? Mijoz sizni boshlang'ich gapingiz bilan doim yakunni eslaydi. Tushunsiz? Boshlanish bilan yakunni eslaydi. Agar siz suhbatni narx bilan boshlab qo'ysangiz yoki narx bilan tugatib qo'ysangiz, faqat va faqat yuqori ehtimol bilan qarshiliklarga uchrashingiz tabiiy. Ya'ni nimaga unaqa narx, palonchida, pistonchida qimmat ekan, eng katta возраженияларdan bittasiga uchraysiz va uni yana обработка qilishingiz uchun yana ko'p vaqt sarflashingiz kerak. Birinchisi, xo'p, o'zi sotuv texnikalarini bilasizlar. Odatiy 5 ta etapligini aytaman. Birinchisi salomlashuv, tanishuv, to'g'rimi? Talabni aniqlash degani bu savol berish. To'g'ri savollar bilan talabni aniqlash. Uchinchisi nima? Prezentatsiya. Ya'ni siz o'zingiz haqingizda korxona va mahsulot haqida ma'lumot berasiz. To'rtinchisi bu qarshiliklar, mijozdan keladigan qarshiliklar. Beshinchisi bu tabiiyki sotuv, ya'ni kelishuv. Kelishuv degani sotuv, keyingi uchrashuv, keyingi ko'rishuv va hokazo. Keyingi etapni belgilash ham bu kelishuv hisoblanadi. Endi agar siz sразу narx aytadigan bo'lsangiz, mana o'zimizning sohada ham bor, kimdirlarga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, sразу ham narxini aytib o'rishadi. Vaholanki o'zi nima xohlayapti, talabi nima? Agar siz mijozga sразу narx aytib o'radigan bo'lsangiz, mijoz xo'p deydi, shunday narxini eshitadi, bo'ldi. Siz bilan suhbatni davom ettirishdan hojat yo'q, chunki siz unga narx aytib qo'yingiz. Bizning o'zbek auditoriyani bilasizlar, faqat narx yuqori ehtimol bilan narx bilan o'ynashga harakat qiladi. O'shaning uchun siz professionalligingizni ko'rsatishingiz uchun va klientdan keyingi keladigan qarshiliklarni kamaytirish uchun narxni mana shu o'rta jarayonida etib o'tib, orqasidan keyin sразу qiymatini bildirib ketish kerak. Falonchi narximiz misol uchun 5 million so'm turadi, chunki uning ichiga 1 2 3 4 5 narsalar kiradi, idash ketdingiz. Lekin 5 million so'm turadi deb qarab turish yoki tam suhbatni to'xtatib qo'yib telefonda eshitib turish, qani nima derkan? Yo'q, unaqasi ketmaydi. Har doim har bitta gapingizdan keyin keyingi gapingizni mustahkamlash kerak bo'ladi. Demak, birinchi xatoyimiz narxni juda erta aytish. Mana shu narsani eslab qolamiz, narxni vaqtida kelganda shunday deb orqasidan mixlab ketishni o'rganamiz. Ikkinchisi keladigan bo'lsa, eng katta men doim o'zim o'rgatgan insonlarga aytganman, ikkinchi so'z bu bilmayman. Mijoz bilan gaplashyapsiz, uchrashuvda o'tiribsiz, "Voy, men buni bilmayman." Telefonda aytasiz, "Men buni bilmayman." Eng katta xatolardan bittasi. Tushunsiz? Mijoz sizga nimaga murojaat qildi? Sizlarga nimaga zaifga qoldirdi? O'zini muammosiga yechim olish uchun, to'g'rimi? Xo'p, eng asosiysi siz bilan men sotuvchilar sotadigan narsa bu ishonch. Bilmayman degan odamga yuqori ehtimol bilan o'zingiz ham ishonmaysiz. Chunki u odam o'ziga o'zi ishonmayapti va o'zining mahsuloti haqida ham to'liq ma'lumotga ega emas. To'g'rimi? Demak, buni o'rniga nima deyish kerak? Xo'p, muammolarni aytyapsiz, buni o'rniga nima deyish kerak degan bo'lsangiz, buni o'rniga men doim qaytaradigan narsam bor. Uchrashuvda o'tirgan bo'lsam, men bilmaydigan narsani aytsam, hech qachon bilmayman demiyorum. Bo'ldi, men yozib qo'ydim, aniqlab sizga aniq javob bilan qaytaman.
Tushunasiz? Yoki bo'lmasa, aka, men operatorman, bu savolingizni yozib qo'ydim, men sotuvchimizga yoki mutaxassisimizga bog'lab beraman va sizga albatta mana shu savolga javob berishadi. Bu hech qanaqasiga sizni aytaylik bilimsizligingizni hech kim sizni ayblamaydi. Chunki ha bu operator ekan deydi. Ha bo'ldi bilib yetib ekan, yoddan chiqqan. To'g'ri, hamma tushunadi. Lekin siz to'g'ridan-to'g'ri bilmayman suhbatni tuppa-tup to'xtatadigan bo'lsangiz, mijozda negativ paydo bo'ladi. Yuqori ehtimol bilan u mijoz sizga ichidagi aytaylik muammosini ham aytmaydi. Ichidagi, допустим, qarshiligini ham sizga aytmaydi. Shu bilan suhbat yakunlanadi yuqori ehtimol. Uchinchisiga o'tamiz. Xo'p, uchinchisi bilasizmi? Eng katta xatolardan bittasi men nazarimda. Xatolardan bittasiga bog'liq. Nima degani? Boyaga aytgan 5 ta etapim bor-ku, oxirisi bu yopish, ya'ni sotish yoki kelishuv, misol. Aynan ana shu jarayonda ko'pchilik suhbatni zo'r boshlaydi. Tajribalilar ham bor. Suhbatni zo'r boshlaydi, zo'r olib boradi. Oxirida dars nima deydi? Hamma ma'lumotni olgandan keyin klientga o'ylab ko'ring deydi. Tushunasiz? Klientga aytadi shu gap. Ya'ni mijozga siz o'ylab ko'ring deb aytyapsiz. Tasavvur qiling. Eng yomon gaplardan bittasi nimani o'ylab ko'radi? Tushunasiz? Misol mijoz balki qaror qabul qilishga tayyordir. Agar mijoz o'ylab ko'ramasa, o'zi aytadi bu narsani. Siz unga sirazo o'ylab ko'ring yoki bo'lmasa shunga o'xshagan fraza aytishingiz shart emas. Bu gap sotuvni to'xtatadi. Tushunasiz? Prям to'xtatadi. Bo'ldi deydi, xo'p o'ylab ko'raman, masalan, qachon o'ylab ko'radi, nimani o'ylab ko'radi, keyin nima bo'ladi, hech kim bilmaydi. Shuning uchun har doim keyingi qadamni belgilashingizni maslahat beraman. Ertaga siz bilan bog'lansam bo'ladi. 17:00 da indinga sizga bir qo'ng'iroq qilaman. Qarshi emasmisiz? Tushundingiz? Demak, mijoz bilan har doim suhbatni to'g'ri yakunlash kerak. Bo'lmasa shuncha gaplashgan, bilmayman, 10 daqiqa gaplashing yoki bilmayman, bir necha kun gaplashib yuring, farq yo'q. Oxirini yaxshi yakunlamadingizmi, fishov mijoz ekan o'tlab ketadi. Xo'p, xulosa yasaydigan bo'lsak, birinchisi bu narxni juda erta aytib qo'yish, ikkinchisi bilmayman degan so'zni ishlatish, uchinchisi esa o'ylab ko'ring, eng yomon xatolardan bittasi. Buni ishlatish. Xo'p, xulosa, agar siz sotuvda o'smoqchi bo'lsangiz, mahsulotni yodlashdan oldin muloqotda mijoz bilan gaplashing, mijoz psixologiyasini o'rganing. Chunki ko'p hollarda mijoz mahsulot sabab ketmaydi-da. U etapgacha yetib kelmaysiz. Noto'g'ri muloqot sabab ketadi. Mana tasavvur qiling, o'zingiz konkurentlaringizni ham analiz qiladigan bo'lsangiz, boshqa sotuvchilarni ham hamma bir xil mahsulot, lekin nimaga undan sotyapti? Siz aytmaysiz, narxi, palonchi deb pisonchi yo'q. Ular prosta klient telefon qilganda chiroyli muomala qilyapti, tushunasiz? Va to'g'ri olib borib klientga o'ziga kerak bo'lgan yechimni ham taklif qilyapti, ham professional yondashuv qilyapti. Shuning uchun har bir gapingizga e'tiborli bo'lasiz. Sotuv bu gapirish san'atidan tashqari to'g'ri savol berish va ishonch qurish san'ati hisoblanadi. Manbek Zotxonov kompaniya MT24 biz avtomatizatsiya bilan, sotuv avtomatizatsiya bilan shug'ullanamiz. 4 yillik faoliyat, 100 yillikdan oshiq loyihalarimiz. Instagram, Facebooklarimiz bor. Kirib obuna bo'lsangiz bo'ladi. Aynan bu kanalda biznes, sotuv, avtomatlashtirish, shaxsiy rivojlanish bo'yicha kontentlarni olasizlar. Obuna bo'ling, aloqadamiz, salomat bo'ling.